Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu ikisi teng bo'lurmi deb nomlanadigan darsimizning bugun 3-si. Birinchi darsimiz tavakkul va tavakkul haqida bo'ldi. Ikkinchi darsimiz sabr bilan jazava haqida. Bugungi darsimiz birrul validayn va uququl validayn. Ota-onani duosini olish, ularni rozi qilishlik yoki ularga oq bo'lishlik. Fazl ibn Yahyo ismli bir kishi. U o'zini otasiga yaxshilik qilishlik bilan mashg'ul bo'lgan solih insonlardan edi. Allohning taqdiri kunlarda birida u kishi bilan otasini qamoqqa olishdi. Sovuq tunlari otasi ertalab tahoratni sovuq suv bilan olishni xohlamasada xonasini yoritishlik uchun berilgan chiroqni olardi-da, idishdagi suvni unga tutib, otasi uyg'ongunga qadar suvni ilitib turar edi. Otasi iliq suvda tahorat olish uchun. Qo'riqchi buni bilib qoldi-da, chiroqni olib qo'ydi. Endi ota sovuq suvda tahorat olishlik kerak. Ammo otasiga bir yaxshilik qiluvchi bo'lgan bu farzand yo'lini topdi. Endi nima qiladi? Ana shu suv quyilgan ishni quchoqlab uxladi. Tong yotgungacha mana shu sovuqni o'zini badaniga o'tkazib, suvni sovib qolishligidan ehtiyot qildi. Tong yotganda otasiga iliq suvni yana tahoratiga tutdi. Albatta bu birrul validayn. Albatta bu ota-onaga bo'ladigan go'zal muomalaga yaqqol misol. Endi buni ro'parasida ota-onasiga oq bo'lganlar bor. Bu ikkalasi teng bo'ladimi? Ana shu oqpadalardan biri qarib qo'ygan onasini qariyali uyga olib borib qo'ydi. 1 oy, 2 oyda zo'rg'a xabar olar edi. Tirikchilik bilan ovora, bu ayolni shu yagona farzandidan boshqa hech kimisi yo'q. Bu ayol qarib qo'ygan, ajalini sezgandek bo'lib, tabibga meni o'g'limni chaqirib bersanglar. Sizni qayoqdan topamiz o'g'lingizni? Mana raqami. Raqamni olib tabib o'g'liga qo'ng'iroq chaladi. Kim bu? Siz falonchimisiz? Ha, falonchiman. Falonchi siz onangizmi? Ha. Falon qariyalar uydami? Ha. Nima gap? Bir kelib ketar ekansiz. Bugun erta onangiz omonatni topshiradiganga o'xshaydi. Sizni ko'rgisi kelyapti. Sizni ko'rib, bag'riga bir bosa bir peshonangizdan o'pgisi kelyapti. Vaqtim bo'lsa borarman deb qo'yib qo'ydi telefonda. Subhanalloh, bu seni onang. Tirikchiliging, dunyoing, oilang, onang norozi bo'lib o'tib ketadigan bo'lsa, senga qancha bir xayriyati, qancha foydasi bor. Bir kun o'tdi, 2 kun o'tdi, farzand kelmadi, ona vafot etdi. Birodarlar, rizo rob fi ridol validayn. Allohning roziligi ota-onaning roziligida. Allohning g'azabi ota-onaning g'azabida. Ota-onasiga doim yaxshilik qiladigan yigit bilan ota-onasiga oq bo'lgan yigit hech qachon barobar bo'lmaydi. Ibrohim alayhisalom ulug' payg'ambarlardan edi. Otasi mushrik edi. Otasini haqqa chaqirar ekan, otasi qarshilik qilar edi. Otasi jerkib berar edi, urushib berar edi. Shunday bo'lsa ham Ibrohim Halilulloh ya abati, ey otajon degan so'zdan boshqa so'zni aytmas edi. Ibrohim alayhisalomni oxiri otasi uydan haydab chiqardi. Ya Ibrohim, la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Ey Ibrohim, qasamki agar sen to'xtamasang da'vatingdan, albatta seni toshbo'ron qilurman yoki butunlay meni tark et. Uydan haydab chiqardi. Uydan haydab chiqardi. Nima uchun? Haqqa chaqirgani uchun. Tavhidga chaqirgani uchun. Chiqib ketyapti nima dedi otasiga? Qala salamun alayk. Sastagfiru laka robbi innahu kana bi hafiya. Ibrohim dedi. Otasiga omon bo'ling. Endi Parvardigorimdan sizni mag'firat qilishini so'rayman. Shak shubhasiz u menga mehribon bo'lgan zotdir. Mushrik bo'lgan, u kishini da'vatga qarshi olgan, uydan haydab chiqargan otasiga mana shunday go'zal muomala qilyapti. Albatta bu birodarlar birrul validayn. Albatta bu anbiyolarning xulqi. Otalar bilan arazlashib, otalardan o'pkalab, o'zini ulardan olib qochib yurgan farzandlar yaxshilab eshitib qo'ysin. Modomiki ota-ona tirik ekan, ularning roziligini olib qolmabdimi? Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, amin. Shu 3 ta amindan bittasi ota-onasi ikkalasi tirik bo'lib turib,
yoki bittasi tirik bo'lib turib, ularning roziligini olib, ularning xizmatini qilib, jannatiy bo'lmagan farzand voy bo'lsin holi. Burni yerga chiqarsin. Amin deng ey Muhammad alayhisalom dedi Jibril alayhisalom. Rasululloh amin dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari tug'ilmasidan avval otasi vafot etdi. 6 yoshga kirganda onasi vafot etdi. Mushrika bo'lgan holida. Alloh subhanahu va taolodan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyin u Madinaga hijrat qilgandan keyingi paytlarda Robbisidan so'radi. Onasini qabrini ziyorat qilishlikni. Alloh taolo izn berdi. Qabrini ziyorat qilib, qattiq yig'ladilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Sababini bilmagan sahobalar, "Ya Rasululloh, bu nima qabru, bu nima yig'i?" deb so'rashdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Robbimdan onamning qabrini ziyorat qilishga ruxsat so'radim, Alloh izn berdi. Endi haqqiga istig'for aytsam, mushrikning haqqiga istig'for aytma" deb Alloh qaytardi. Farzandni onaga bo'lgan mehri meni yig'latdi. Garchi kofir o'tib ketgan bo'lsa ham onasini eslab yig'layapti, birodarlar. Albatta bu birrul volidayn edi. Shuning uchun musulmon bo'lib turgan ota-onalarimizga chekchayib qarash, gap qaytarish, ovozimizni ko'tarish, gapiga teskari ish qilishlikdan taqvo qilishligimiz kerak. Chunki namozingiz bo'ladi, ro'zingiz bo'ladi, hajingiz bo'ladi, zo'r amallarni qilasiz. Ammo onani yoki otani norozi qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bu amallaringiz habada bo'lib ketadi. Munazir. Otasi oq bo'lgan Munazir. Bu Munazirning qissasi arablarning orasida mashhur edi. Otasiga yaxshi muomala qilmas edi bu farzand. Ota kunlarda birida o'g'liga nasihat qildi. "Bolam, Allohdan qo'rqin. Bu noto'g'ri ishlarni tashlagin." Ota nasihat qildi. Shunda bu oqpadar nima qildi? Qo'lini ko'tardi-da, otasini bir shapaloq urdi. Ota yerga yiqildi. Shu urgan qo'lni tarbiya qilgan, yedirib, ichirib katta qilib qo'ygan kim edi? Shu otamidi? "Ey ukalar, ko'zlarni katta ochinglar. Men ko'p aytaman buni. Sizlar ko'rayotgan g'arbdan kelayotgan kinolarda otasini masxara qilsa, otasiga gap qaytarsa, bu zo'r bo'ladi bu bola. Kinoda oxirida shu bola murodi maqsadiga yetadi. Sevganiga yetishadi, $1 million topardi. Xullas oxirida kim marra kimiki bo'ladi? Ularni o'sha olib ketadi oqpadar. Otasiga, onasiga haqoratomuz muomala qilishlik oddiy narsa deb ko'rsatilinyapti. Va nima bo'layotganligini ko'ryapsizlar bularning o'zlarini. Ota g'azabga to'ldi, shaharni tashlab chiqib ketdi. Makka mukarramaga safar qildi. To'g'ri Makkaga bordi. Yetib Ka'batullohning kisvasiga osilib duo qildi. Parvardigor, o'g'lim Munazildan meni haqqimni olib ber. Endi otaning haqqi nima? Farzand oq bo'ldi. Endi jazosini olishi kerak shu dunyoda. Birodarlar, ko'p gunohlari bor. Banda qiladi, jazosi albatta oxiratda olinadi. Ammo ayrim gunohlar bor, oxiratda ham oladi, dunyoni o'zida ham oladi. Shundan bittasi birovga qilingan zulm, ikkinchisi oqpadar bo'lishlik. Ota-onasiga oq bo'lgan odamni dunyoda xor bo'lishligida shubha yo'q. Xuddi 2 kere 2 to'rligida shubha bo'lmaganidek. Ka'bani oldida bolasini qarg'ab duo qildi. Parvardigor, Munazildan meni haqqimni olib ber. Ota-ona norozi bo'lib duo qilar ekan farzandining ustida. Duosi albatta ijobat bo'ladi. Hech qancha vaqt o'tmadi, Munazil yiqilib tushdi, yarimi shol bo'lib qoldi. Uyingizdan chiqib ketayotganingizda, bolam Allohga omonatsan. Allohning panohida bo'lgin. Alloh ishingni o'zi o'nglasin deb ota-onani uydan chiqarish qayoqda-yu? Allohga qo'ydim seni. Alloh seni jazoingni bersin deb uydan chiqarish qadi. Albatta Allohni tanigan, Robbisidan qo'rqqan, taqvodor yosh hech qachon ota-onasiga bunday qilmaydi. Ibrohim alayhisalom mushrik bo'lgan otasiga qanday go'zal muomala qildi. Endi o'g'li Ismoil otasiga qanday muomala qildi? Ibrohim alayhisalom mushrik bo'lgan otasiga qanaqa muomala qildi? Uydan haydab chiqarsa ham, diniga qarshi bo'lsa ham, salomat bo'ling deb chiqib ketdi. Robbimdan istig'for so'rayman sizga deb chiqib ketdi. Endi o'g'lidan qanday javob qaytdi? Qaranglar, ey yoshlar. Ibrohim alayhisalom tushida o'g'lini so'yayotganligini, qurbonlik qilayotganligini ko'rdi. Va 10 ga kirgan, ehtimol 12 ga kirgan o'g'ilchasiga dedi:
Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur mada tara. Ey o'g'ilcham, men tushimda sizni so'yayotganligimni ko'rdim. Endi siz nima ra'y fikr qilishingizni bir o'ylab ko'ring dedi. Sizni so'yaman deyapti. 10-12 ga kirgan bolaga. Men nima qildim? Basir qilib qolibsiz siz. Bu primoy vahiy emas ekan bu. Jabroil alayhisalom aytmabdi-yu. Tush ko'rib qolsiz, elasizman alaqsirab qolgandirsiz. So'yvorasiz meni. Demayapti. Chunki kim o'g'li? İbrahim Halilullohni. İsmoil alayhisalom nima deb javob berdi? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni inshaallohu minas sobirin. Ey otajon, sizga buyurilgan ishni qiling. Inshaalloh sabir ekanligimni ko'rasiz dedi. O'zini qurbon qilishga tayyor turyapti. Otasiga oq bo'lmasligi uchun, Robbisiga osiy bo'lmasligi uchun. Bir o'ylab ko'raylik-da, o'g'il bolalar, bir kunda necha marta gap qaytaramiz, necha marta mana uni qilib qo'y desa qilmaymiz, necha marta ularga qarshi bir fikr bildiramiz. Ota-onasini rozi qilgan, ularning duosini olgan inson bilan ularga oq bo'lgan odam hech qachon teng bo'lmaydi. Na Allohning shariatida, na insonning fitratida. Xoris ibn Nu'man roziyallohu anhu. Nima eshitgansizlar bu kishi haqida? Abu Bakr Siddiqni bilamiz tarixini. Umar ibn Xattob, Xolid ibn Valid, Zubayr ibn Al-Awwam. Bu kishi haqida nima bilasizlar? Bu kishi ota-onasiga yaxshi muomala qiladigan inson edi. Shunisi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tillariga tushdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Nimtu fa ra'aytuni fil janna." Uxladim, tushimda o'zimni jannatda ekanligimni ko'rdim. Fa sami'tu sawta qorin yaqra. Bir qorini o'qiyotganligini eshitdim ovozini. Qultu man hada? Kim bu deb so'radim. Faqalu Harisat ibn Nu'man. Bu Haris ibn Nu'man dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu tushini aytib turaydilar. Kazalikumul bir, kazalikumul bir. Ota-onaga yaxshilik qilishlikni mukofoti mana shunday bo'ladi. Birrul volidayni mukofoti shunday bo'ladi dedi. Bu kishi onasiga qilgan yaxshi muomalasi tufayli jannatga kirganligini payg'ambarimiz hadislarda aytayaptilar. Qiyomatgacha o'qiladi bu hadis inshaalloh. Bu kishini boshqa ishlar bilan zikr qilinmayapti, qaranglar. Birinchi marta eshityapmiz ehtimol ayrimlarimiz. Lekin qaysi ishi bilan tarixda qolyapti? Qaysi ish bilan jannatga kiryapti? Ota-onaning roziligi ulug' narsa, birodarlar. Hozir aytib o'tganimizdek, kishi tinmasdan ibodat qilishi mumkin. Kechalari uxlamay namoz o'qiydi, Qur'on yodlagan, nafl ro'zalar tutadi, haj qilgan, umra qilgan, ammo ota-onasini norozi qilgan bo'lsa, bu amallar habada bo'lib ketadi. Ibn Sirrin tobiinlarning ulug'idan. Bir kuni odamlar u kishining uyiga kirishganida Ibn Sirrin xuddi bir kasal odamga o'xshab egilib, o'zini hokisor tutib yurgan edi. Xuddi bir kasalga o'xshab. Odamlar ko'rib, bu nima bunaqa yuribdi? Ko'chada bunaqa yurmaydi-yu, yaxshilar yuradi-yu, nimaga o'zini hokisor tutyapti? Aytishdi, bu kishi onasini xizmatida turar ekan, o'zini shunday hokisor tutadi. Onasini oldida xuddi quldaqa, xizmatkordaqa tutar edi. Ota-ona yosh paytida farzandning rioyasiga ko'p ham muhtoj bo'lmaydi. Chunki kuch-quvvat o'zini joyida, cho'ntagida puli bor, bolasiga muhtoj joyi yo'q. Ammo qarib qolganda-chi? Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Seni huzuringda deyapti Alloh taolo. Ikkalasi yoki bittasi qarigan holda turgan bo'lsa, fala taqul lahumma uffin. Ularga uftama. Va qul lahumma qawlan karima. Ularga eng muloyim so'zlarni so'zla. Qarang, odam qaridi, farzandining rioyasiga muhtoj bo'ldi. Ota-onaning puli bo'lishi mumkin. Birorta bir qarovchi, xizmatkor yollashi mumkin. Birorta bir hamshirani yollashligi mumkin. Doim yonida erta-kech xizmatini qiladigan, ammo bu xizmatini qiladigan hamshira yoki xizmatkor hech qachon bolasini o'rnini egallay olmaydi. To'g'rimi? G'arb shifoxonalarining birida bir ayol bemor bo'lib yotar edi, muslima ayol. Uni qaragani bir eri xotin turardi, yosh eri xotin. Ertaga kech shu yerda. Tinmay xizmatda turishadi. Hali dori olib kelgan, hali ovqat yegizayotgan, hali kuldirayotgan, hali gaplashayotgan. Bu ayolga, bemor ayolga qaraydigan hamshira ayol g'arblik hayron bo'lib so'radi. Bu kampir kim bo'ladi sizlarga? Yigit aytdi, meni onam bo'ladi.
Haligi xotin aytdi, "Meni qaynonam bo'ladi" dedi. Haligi hamshirani taajjub yana ortdi. Ha bo'pti, bu yigit onasiga qarayapti ekan. Ha bu kelin nimaga bunday qilib yaxshi muomala qiladi? Kelindan so'radi. Nimaga bunaqa muomala qilasiz? Ahyondek kampirga qarab yig'lab ham qo'yasiz. Hozirda ayollar hech kimga bunaqa xizmat qilmay qo'ygan. Boyaga ayol aytdi. Bu ayol meni kuyovimning onasi. Kuyovimning roziligi onasining roziligida. Kuyovimning roziligi onasining roziligida. Onasini rozi qilsam, kuyovim mendan rozi bo'ladi. Uylanadiganlar, shu onam sendan rozi bo'lsa, men sendan rozi bo'laman deb qo'ying-da boshida. Ha? Jizn shikoyat qilmaydi onangizdan xotin. Mana shu aka-ukalarim, shularda xafa qilmasang, men sendan roziman deyin-da, jizn shikoyat qilmaydi ulardan. O'zi siz xotinga shikoyat qilasiz onangizdan. Aka-ukalaringizdan. O'z ochib qo'yasizda, katta qilib darchani. Endi shamol kelib chiqib ketaveradi. Hamshira ayol, bu g'arblik hamshira ayol o'yga toldi. Meni ham bitta o'g'lim, bitta qizim bor. Bir yilda bir telefon qilsa qiladi, bo'lmasa yo'q. Ora-chorada bir munosabat sababli yig'ilib qolsak, shunda bir-birimizni hol-ahvolimizni so'raymiz. Agar ertaga men ham qarib kasal bo'lib, shifoxonaga yotib qoladigan bo'lsam, meni shifoxonaga yotganimni birov bilmaydi ham dedi. So'ngra boyaga ayolga aytdi: "Nima majbur qiladi sizni bunaqa bir muomala qilishlikka, qaynonangizga?" Bu musulmon ayol javob berdi: "Dinimiz shunga buyuradi" dedi, oyat hadislarni o'qib berdi. Bizning dinimiz nima? Ona kim dinimizda? Ota kim? Tavhid nima? Oq bo'lish nima? Birrul volidayn nima? Hammasini tushuntirib berdi. Hamshira aytadi, Allohga hamdlar bo'lsin. Uni so'zlarini eshitib islomni qabul qildim. Keyin bir musulmon kishiga turmushga chiqdim. Undan farzand ko'rdim. Keyin musulmonlar yurtiga ko'chib ketib yashadik. Islomdan avvalgi hayotimni hayot hisoblamayman dedi. Bu ayolni iymonga kelishiga nima sabab bo'ldi? Boshqa bir musulmonni o'zini onasiga qilgan muomalasi, birrul volidayni. Diqqat qilib turinglar, kitob o'qiydigan, dars o'qiydigan ukalar. Hasan Basriydan so'rashdi. "Ey Abu Said, men Qur'on halqasida o'tiraman. Odamlarga Qur'ondan dars beraman. Shu vaqtda onam kechki ovqatni yemasdan meni kutib uyda o'tiradi. Shunday qilish men uchun halol bo'ladimi? Onam ovqat yemasdan meni kutib o'tirishi halol bo'ladimi?" Hasan Basriy javob berdi: "U bilan kechki ovqatni yeyishing va mana shundan onangni ko'zi quvonishligi men uchun tatovu qiladigan hajlaringdan ko'ra afzalroq" dedi. Bu Qur'on tilovati emas. Ikkinchi marta, uchinchi marta borgan haj ibodatingdan ko'ra onangni oldida o'tirib, u bilan ovqatlanib, uni ko'zini quvontirishliging dedi. Oshim bor somorda ketamiz a. Birodarlar, o'sha ulfatlar ham topiladi. O'sha osh ham, dimlama ham, go'sh ham topiladi. Ammo ota-ona topilmaydi. Buni yo'qotganlar biladi. To'g'rimi? Buni yo'qotganlar biladi. Usmon roziyallohu anhu davrida narx-navolar ko'tarildi. Bitta xurmo daraxtining narxi 1000 dirhamga yetdi. Bitta xurmo daraxti 1000 dirhamga yetdi. Usoma ismli sahoba. Uni onasi jummor yeyishni xohladi. Jummor bu ana shu xurmo daraxtini qalbi deyilar ekan, kesib olinar ekan. Bitta daraxt 1000 dirham turadi. O'g'lim, jummor yegim keldi-da dedi. Bu sahobiy yigitning uyida bir dona xurmo daraxti bor edi. Hech ikkilanmadi, borib turib shat kesdi, o'rtasidan jummorni chiqarib onasining qo'liga berdi. Ashablari, nimaga bunday qilding, ey? Hozir xurmoni qanchaligini bilasanmi narxi? Usoma nima dedi? Nima qilay endi? To'yg'izida jummor yeyman dedi. Usoma nima dedi? Onam yeyishni xohlagan ekan. Agar jonimni so'raganida ikkilanmasdan jonimni ham berardim dedi. Birodarlar, onasini, otasini duosini olib qolganlar hech qachon hayotda kam bo'lmagan va kam bo'lmaydi. Va ota-onasini norozi qilib qolib ketganlar hech qachon 1-2 bo'lmaydi. Xotirjam bo'linglar. Bugun zo'rdir. Bugun ishlar yaxshi bo'layotgandir. Bugun tani sog'dir. Bugun hurmati joyidadir. Ammo oq bo'ldimi? Qarab turing. Chunki aytdik, gunohlar bor, oxiratga qoladi faqat jazosi. Gunohlar bor, dunyoda ham o'zida oladi. Shundan bittasi ota-onasiga oq bo'lishlik. Ota-onasi o'tib ketganlar ota-onasini
suratini ko'rib yig'laydiganlar, ota-onasini sog'inganlar, xizmatini zo'r qilishga ulgurmagan birodarlar, agar qaytib kelganda nimalarni muhayyo qilib berardinglar? Agar qaytib kelishganda nimalarni muhayyo qilib berardinglar? Ota-onasi tiriklar, ana shu pushaymon demaslik uchun boshimizga qo'ngan qush ular. Pirratib uchib ketishi mumkin. Xizmatini qilib qolaylik, duosini olib qolaylik. G'animat bilaylik. Onasi bilan yashaydiganlar, kunora ayolingizga, o'g'lingiz yoki qizingizga bir narsani ko'tarib kirasiz. Albatta onangiz buni ko'rib turib xursand bo'ladi, oilasiga olib kelyapti deb. Lekin sizdan bir ozgina e'tiborni xohlaydi. Falon pulli narsa bo'lish shart emas. Bitta paypoq kim otasini o'ldiradi deb qo'yadi. Sizga aytmaydi, ukangizga aytadi, akangizga aytadi. Tushunarlimi? Xitoyga borasizlar, Turkiyaga borasizlar, hajga borasizlar, Germaniyaga borasizlar, Koreyaga borasizlar, borganda spiska bilan podarka olishni boshlaysiz. Onangiz bilan otangizdan boshlang. Chunki 5 yil qoldimi, 10 yil qoldimi Alloh biladi. Xotinga, o'g'ilga, qizga bir narsa ko'tarishdan avval ota-onaga mo'chontakka solib qo'ying bir narsani. Chunki g'animat. Chunki g'animat. Bir aylanib kelaylik deb, enani qoldirib qo'yib, otani qoldirib qo'yib chiqib ketaveradi o'g'il bola, xotinini, bolalarini olib. Xursand bo'ladi ota-ona, bola chaqasi yaxshi qarayapti deb, lekin ozgina e'tiborni xohlaydi. Boradimi, yo'qdimi so'rab qo'yaveraylik. Dada, oyi, borasizmi? Men ketyapmiz, yuring. Chiqib ketayotganda emas. Darvozani yopib qolayotganda emas. Kelib bormoqchi bo'lgan paytingizda, rejalashtirayotganingizda, menga bormoqchimiz, vaqtingiz bormi? Toqatingiz bormi? Xohlasizmi borishdi? Zaynul Obidin Ali ibn Husayn onasi bilan bir tovoqdan ovqat yemas ekan hech ham. Bir tovoqdan ovqat yemas ekan. Nima uchun bunday qilasiz desa, bitta tovoqdan ovqat yesam, ehtimol onam olmoqchi bo'lib turgan luqmayni ertaroq olib qo'yishim mumkin. Dilini ortib qo'yishni xohlamayman. Shuning uchun alohida yeyman der ekan. Birrul volidayn va ota-onaga oq bo'lishlik. Bu ikkalasi hech qachon teng bo'lmaydi. Biri duolari ijobat qilingan, hurmat ko'rsatilgan banda bo'ladi. Ikkinchisi esa mal'un bo'ladi. Va qado robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onalarga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. Ota-onaga yaxshilik qilishlik Alloh azza va jallaning buyrug'i. Ko'zimizni katta ochaylik. Har qancha taqvodor bo'laylik, har qancha ibodatxon bo'laylik, agar ota-onamizni rozi qila olmasak, qilayotgan amallarimiz xabada bo'lib ketishiga xavfi bor. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum